Hali ham Windowsda shunaqa zerkarli orqa fonda yuribsizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'rib qo'ysangiz, hozirda trenddagi orqa fonlarni qanaqa topishni sizga o'rgataman. Kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham qiziqarliroq ma'lumotlar hali oldinda. Hozirda ko'p kuzatishimiz mumkin. Odamlar Instagramda o'zini setuplarini obzor qilib chiqayotganda, monitorga qarasangiz, juda chiroyli orqa fonlar turgan bo'ladi. Ular buni pulga Steamdan Wallpaper Engine degan joydan olishadi. Lekin men sizlarga ularni qayerdan tekinga olishni o'rgataman. Xo'p, birinchi kompyuteringlarni yoqib olib, Google ga kirasizlar va mana shu videodagi sayt nomini yozasizlar. Saytga kirganingizdan keyin mana tepaga qarasangiz, har xil kategoriyalar turibdi. Xohlasanglar o'sha yerdan olasizlar yoki poiskovikda o'zingizlar bilgan wallpaperni otini yozasizlar. O'zingizga yoqqan orqa fonni tanlab olganingizdan keyin mana shu chetda mana shu ikonka turibdi. Shuni bosib, monitoringlarni formatini tanlaysizlar. Okey, bosganingizdan keyin o'zi avtomatik kompyuteringizga zagruzka bo'ladi. Fayl ichiga kirsanglar, sichqonchani 10 tugmasini bosib turib, mana shuni bossanglar, o'zi orqa fonga o'tadi. Agar rабочий stolinglarni o'sha videodagi shunaqa chiroyli qilmoqchi bo'lsanglar, meni kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ysangiz, keyingi videoda undan ham ko'proq obzorlarni chiqaraman.